Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. Belgilangan 3 turdan o'rin olgan Paxtakor va Navbahor jamoalari o'rtasidagi keyingi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab Navbahor jamoasi bosh murabbiyi Temur Kabadze o'yin haqida fikrlarni bildirib, savollarga javob beradi. Assalomu alaykum. Albatta bugun Namangan ahlini, o'quvchilarni hammani g'alaba bilan tarixiy g'alabani tabriklayman. Chunki 31 o'ynagan Paxtakorga yutmaganiga ligada shuning uchun menimcha yaxshi g'alaba bo'ldi. Bolalar yaxshi o'yin ko'rsatdi. Har biriga albatta rahmat deyman, borini berib harakat qilishdi va albatta kelgan muxlislarga ham rahmat aytaman. So'q qaramasdan kelib bizni qo'llab-quvvatlashdi. Umuman olganda o'yin yaxshi bo'ldi, yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Albatta sharoit endi o'yindan oldingi sharoit albatta ozgina tashvishga soldi. Qor yoqqani boshasi, umuman olganda o'yinga baribir ta'sir qilmadi, harakat qildik. Kelajak jamoa ham Paxtakor bilan bilamiz, yaxshi jamoa. Ularga omad tilayman. Chunki o'yinlarda biz oldimizga qaraymiz va Xudoga shukr g'alaba qozondik. Rahmat. Endi Buxoro o'yiniga keladigan bo'lsa, albatta u kuni ham bizlar in'om bor edi, albatta buzish osonroq o'yinni qurishdan ko'ra qiyin o'yin bo'ldi. Albatta Samarqanddan keyin balkim ozgina imitatsiya ham bo'lishi mumkin emas. Biroz uni tahlil qildik, bolalarga tushuntirdik, kamchiliklarimiz yana to'qnashimiz mumkin bunaqa jamoalar bilan. Buxoro ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Shuning uchun bugun endi Paxtakorga albatta o'rganib chiqdik. Ko'rsatdim bolalarga, o'yinga определенный strategiya tuzdik. Kuchli taraflarini ham, kamchiliklarni ham ko'rsatdik va harakat qildik va Xudoga shukr, menimcha o'yin bo'yicha ham har tarafdan bugun ustunlikmiz. Birinchi bo'lim ham, ikkinchi bo'lim ham o'ziga yarasha yaxshi joylari bo'ldi, imkoniyatlarimiz ham bo'ldi. O'shaning uchun qayerdadir balans bo'ldi, qayerdadir bo'shlik, qayerdadir ozgina o'yinni berdik. O'shaning uchun bu Paxtakor jamoasiga ham yaxshi jamoa va qayerdadir imkoniyat beradi, qayerdadir bermaydi. O'shaning uchun albatta jamoadan kelib chiqib harakat qilin va birinchi bo'lim ham, ikkinchi bo'lim ham bolalar yaxshi harakat qildi menimcha. Birinchidan har o'yinda baribir kichkina rotatsiya qilyapman, boshqalarga imkoniyat beryapman, chunki har bir futbolchimga ishonaman. Har biri chiqib ayni vazifani bajara oladi. Ham tonusda bo'lish kerak. O'shaning uchun qo'rqmasdan har biriga ishonib, chunki tarkibimiz yaxshi, har bir pozitsiyaga har bir bittadan ikkitadan futbolchimiz bor. Bu o'yinda albatta ikkita o'yinda ko'proq o'ynagan futbolchilar baribir to'liqqan bo'ladi va o'yinlar ko'ryapsiz. Biz baribir Buxoroga qarshi ham, Paxtakorga qarshi ham bir kun bizdan ko'proq ta'minlandi. Hamma narsa albatta inovatkorlik, o'ynash prosesi tayyorgarlik ko'rib, chunki kimdir asosida chiqadi, kimdir ikkinchi bo'limda chiqib kuchaytirish kerak. Reja bilan chiqdik va harakat qildik. O'shaning uchun ishonib, boshqa bolalarga ishondim. Ular ham bugun yaxshi o'yin ko'rsatdi. Albatta o'ylab ko'rdik, qarayapmiz hozir. Qat'iy olmadim, men bilguncha FIFAdan baribir aniq kuchyapti. FIFA ruxsat bersa. Ruxsatini kuchyapti. Agar ruxsat bergandan keyin albatta Ribarisdan kimlar bir gaplashganimiz bor. Qolganini nasib qaraymiz. Albatta har bir futbolchi Erondagi mana shu kuchli futbolchilar albatta har bir jamoa tarkibida ko'rishni xohlaydi.